Voy opajonlar, ayni to'y mavsumida hamma yo'qlar to'shli, mana shunaqa asal ko'ylaklarimizga nima deysizlar? Narxini oxirida aytib o'taman. Shunaqa asal ko'ylaklarimiz keldi. Ayni to'y, hayit, ayni Qurbon hayitlarida mazza qilib yaltillab kiyib yuraman deb. Mana bu 55 mingdan bijuteriyamiz kiyishlik uchun juda ham zo'r ko'ylaklarni ayni sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Razmerlar 50 dan 56 gacha, rasvetkalar hozirgi eng trendiy rasvetkada. Mana bu toshlarni qaranglar, qo'llarini hamma yo'g'inglar yaltillab shundoq to'ylarga, yig'inlarga, hayitlarga kiyib ketaverasizlar. 180 mingdan 50 dan 56 gacha shunaqa asal rasvetkalardan iborat cho'ntaklari, rabochiy, hammalarga yarashib ketaveradigan asal ko'ylaklarimiz keldi. Materiali turetskiy, yaxshi, yupqa, hilpiratib kiyadigan belmando. Yuseli kirishmaydi, g'ijim ham bo'lmaydi, dazmol ham kerak emas. Shunaqa asal ko'ylaklarimiz keldi. 180 mingdan 50 dan 50